Assalomu alaykum guys. Demak, sizlarga bugungi tushuntiradigan mavzum parts of speech bo'ladi. O'sha yerdan eng birinchisini o'rgataman. Parts of speech nima? Parts of speech bu so'z turkumi degani o'zbek tilida. Xo'p, so'z turkumi bizga nimaga kerak? Mm, So'z turkumlarini bilishimiz bizda ingliz tilida gaplarni to'g'ri tuzishimizda, grammatik xato qilmasligimizda juda ham kerak bo'ladi. Asli so'z turkumlari har bitta tilda bor, o'zbek tilida ham bor. Misol uchun, a, bu so'zlarni qaysi guruhga kirishini belgilaydi. Ya'ni umuman har xil so'zlar bo'lsa, misol uchun kitob degan so'zim bor, suv degan so'zim bor, yaxshi, kelmoq, chiroyli, chiroyli, yoki qimmat, odam, uy va hokazo. Mana bu o'zbek tilidagi so'zlarni yozdim. Endi shu yozgan so'zlarim o'zini guruhi bor har birini. Ya'ni ular qanaqa savolga javob bo'lishiga qarab, nimani, qanaqa turdagi narsa yoki odamlarni bildirib kelishiga qarab turib, turlarga bo'linadi. O'sha turlarni bilib olishimiz juda ham muhim. Misol uchun kitob degan so'zim bor. Kitob bu ot degan so'z turkumiga bo'linadi. Suv ham xuddi shunaqa ot so'z turkumiga bo'linadi. Yaxshi sifat so'z turkumiga bo'linadi. Kelmoq bu fe'l so'z turkumiga bo'linadi. Chiroyli sifat, qimmat sifat, odam ot, uy bular ot so'z turkumlariga bo'linadi. Biz hozir xuddi mana shu aytgan narsalarimni ingliz tilida o'rganishni boshlaymiz. Birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan so'z turkumi bu ot so'z turkumi hisoblanadi. Ingliz tilida uni noun deb ataymiz. Inglizchasini yodlab qolaveringlar, noun. Ot degani bu kim, nima so'rog'iga javob bo'lib, odamni, odamlarni, narsalarni va joylarni bildiradigan so'zli hisoblanadi. Qanaqadir so'z aytsam, o'sha so'zim kim yoki nima, mayli ba'zida qayer degan so'roqqa ham javob bo'lsa, u odamni, narsani yoki joyni bildirsa, demak uni ot deb olaman. Misol uchun, book so'zim kitob nima so'rog'iga javob bo'ladi? Teacher, ustoz, yoki water suv. Bular book nima narsani bildirdi? Teacher kim odamni bildirdi? Water suv nima narsani bildirdi? Yoki school maktab degan. Maktab nima joyni bildirdi? Nima so'roqqa javob bo'ldi? Bu so'zlar ot hisoblanadi. Endi lekin men sizlarga yemoq desam misol uchun kiradimi? Kirmaydi, chunki yemoq nima qilmoq dedik. Narsani ham odamni ham bildirmaydi, harakatni bildiradi. Lekin shirin qanday? Demak, u ham odam narsani bildirmayapti, u otga kirmaydi. Shuning uchun demak, ot so'z turkumi yoki noun deganimizda biza odamlar, narsalar va joylarni aniqlashimiz kerak. Ular kim nima so'roqqa javob bo'lishi kerak. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu fe'l. O'zbek tilida fe'l deymiz. Ingliz tilida bizning mashhur so'zimiz bu ko'p ishlatiladi. Bu verb deb ataladi. Verb. Endi bu verbimiz asosan nima qilmoq so'ziga javob beradi. Endi nima qilmoq degani faqat shu nima qilmoq bo'lib qolib ketmaydi, o'zgarishi mumkin. Ya'ni nima qildi bo'lishi mumkin. Nima qilyapti? Nima qilmoqchi? Bu gaplarda boshqa shaklda ham kelishi mumkin, lekin asosida mana bu nima qilmoq degan narsa yotadi. To'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, ular bizda harakat va holatlarni bildiradi. Harakatni va holatni. Nimaga holat degan so'zni qo'shganimni ham aytib beraman. Misol uchun, bizda eat so'zi bor. Nima degani? Yemoq degani. Nima qilmoq? Yemoq. U ovqat yedi, yeyapti desam ham ichida baribir yemoq degan so'zim bor. Shuning uchun fe'lligicha qolaveradi. Yemoq degan so'zim. Eat so'zi. Yoki go bormoq, run yugurmoq, read o'qimoq, read o'qimoq misol uchun.
Endi holat deganimiz sababi ba'zida biza harakat qilmasligimiz mumkin. Ya'ni holatimizni bildirishi mumkin. Misol uchun sleep desam uxlaganda ko'pincha harakat qilmaymiz, lekin u bizani uxlash holatimizni, nima qilayotganimizni, nima qilishimizni bildiradi. Sleep so'zi ham shu fe'lga kiradi. Eat, go, run, read, sleep bular ham demak bizada nimani bildirar ekan? Harakatni bildirar ekan. Mana ot bilan farqiga borishimiz kerak. Keyingi so'z turkumimiz bu sifat degan so'z turkumimiz bor bizada. Sifat. Sifat degani ingliz tilida adjective degan so'zimiz. Adjective desam sifat tushunishlaring kerak bo'ladi. Sifatlar qanaqa so'rovga javob beradi? Qanday? Asosan qanday? Va ular nimani bildiradi? Ular tasvirlaydi narsalarni. Odam yoki narsani tasvirlaydi. Boshida ot dedik, o'shani tasvirlab keladi. Ularni shaklini bildirishi mumkin. Ularni ko'rinishini qaranglar, bildiradi. Ko'rinish emas, qanaqaligini. Ko'rinishini, ta'mini, nimasini bo'lishi mumkin yani. Holatini, qandayligini tasvirlab keladi. Shundan bilib olsak bo'ladi. Hozir misol aytsam ko'rolasiz. Misol uchun yaxshi degan so'zni olaylik. Bu yaxshi odamning qanaqaligini aytdi, to'g'rimi? Yaxshi kitobni qanaqaligini aytdi. Good demak sifat ekan, yaxshi degani. Yoki bad, yomon o'shani teskarisi. Yoki mana sweet degan so'z boya ishlatdim, shirin. Shirin ovqatni ta'mini qanaqaligini bildirdi. Sweet so'zi yoki long, uzun degan so'zim. Long, uzun. Bu narsani qanaqaligini, ya'ni hajmini bo'ladi, hajmini ko'rsatadi, shaklini, hajmini tasvirlaydi. Eng zo'ri qanday so'rovga javob bo'ladi, o'shani bilib olsanglar bo'ladi. Yani so'zni berasizlar, misol uchun men sizlarga aytsam, ovqat desam, qanday deya olmaysizlar. Nima deysizlar? Ya'ni narsani bildirdi ovqatni. Yugurmoq desam, qanday demaysizlar, chunki harakatni bildiryapti. Nima qilmoq deysizlar. Lekin sizlarga tez desam, qanday tez deb savol berasizlar. Okay, keyingi so'z turkumimiz, menimcha tushundinglar degan umiddaman. Demak, ot narsa, odamlarni, narsa joylarni bildiradi, fe'l harakatlarni, holatlarni bildiradi, sifat tasvirlab keladi, qandayligini, qanaqaligini bildiradi nimanidir yoki kimnidir. Uchinchisi bizada olmosh degan so'z turkumimiz bor. Olmoshlar. Demak, olmoshlar degani ingliz tilida pronounce. Endi qaranglar, men olmoshlarni soddaroq qilib tushuntiraman. Kitobiy qoidasi ham bor, ya'ni olmoshlar boshqa so'zlarni nazarda tutib keladi degan joy bor. Unaqa emasman. Olmosh deganda nimani tushunishlaring kerak? Olmoshlarni ichida men, sen, u, biz, siz, ular. Mana shu so'zlar bor bo'lgan so'zlar bo'lsa, demak u olmosh. Yozganlarim o'zi olmoshlarni bitta turi, lekin qolgan hamma olmoshlar shulardan yasaladi. Olmosh deganda men, sen, u, biz, siz, ular. Savoldan yodlab qola olmaysizlar. Nimaga desanglar, ular xuddi mana bunga o'xshab ham javob bo'lishi mumkin. Otga o'xshab kim nima ham bo'lishi mumkin-da mana. I men degani kim deb savol beraman. Qolganlarga ham kim yoki misol uchun narsa bo'lsa u desam nima deb savol berishim mumkin. Lekin bularni mana boshqa ma'nosi faqat men, sen, u, biz, siz, ular bo'lib keladi. Bular olmoshlar nima desa, demak ertasida olmoshlar men, sen, u, biz, siz, ular so'zlari qatnashgan bo'lsa o'shalarning ichida, demak ular olmoshlar bo'ladi. Olmoshlarning ham turi ko'p. Sizga hozir ikkita turini o'rgatay mana. Yo'q, turini o'rgatmayman hozir, keyingi darsda o'rgataman. Demak, qarang. Misol uchun meni kitobim desam, mening kitobim bo'ladi o'zi aslida. Mening kitobim desam, bu olmoshga kiradimi, kirmaydimi? Kiradi, chunki ichida qanaqa so'z bor? Mana men so'zdan yasalgan mening. To'g'rimi? Kitob kirmaydi. Yoki
o'qituvchilar ularni chaqirdi desam, ular so'zi bormi ichida, demak mana shu so'zimiz olmosh bo'ladi. Ingliz tilida ularni turi bilan yodlaymiz. Men hozir bir ikkitasini ko'rsataman sizlarga. Mana birinchisini ko'rib chiqqanlar I bor. To'g'rimi? I like books desam, mana I degan so'zim men degani. Demak, mana shu men I so'zim olmosh hisoblanadi. I so'zimiz olmosh bizada. Yoki uning kitobi his book is new deyman. Mana bu yerda mana his degan so'zimning ma'nosi uning degani. Uning demak ichida u so'zi bor. Bu olmosh mana. Men so'zi olmosh. Yoki mana yana boshqachasini kelib qolishi mumkin-da. My brother likes them deyman. My mening akam dedim. My mening so'zi keldimi? Demak bu olmosh ekan. My mening men so'zi bor ichida chunki. Yoki my brother likes them degani ularni yaxshi ko'radi. Ularni deganini ichida ular so'zi bor. Demak bu olmoshga kiradi. Demak biz sizlar bilan so'z turkumlarini o'rgandik. Bizada ot degan so'z turkumimiz bor ekan, kim nima so'roviga javob bo'lar ekan, fe'l degan so'z turkumimiz bor ekan, nima qilmoq so'roviga javob bo'lar ekan, sifat degan so'z turkumimiz bor ekan, qanday qanaqa so'rovga javob bo'lar ekan va olmoshlarimiz bor ekan, ularni yodlab olishimiz kerak ekan. Ularning ichida men, sen, u, biz, siz, ular so'zlari bo'lishi kerak ekan. So'raysizlar, yana boshqa so'z turkumlari bormi? Bor, lekin biz birdaniga hammasini o'rganishimiz kerak emas. Bu asosan boshlang'ich darajada o'rganilishi kerak bo'lgan so'z turkumlari shulardan iborat. Okey, bitta mashq berib ko'ray qani unda sizlarga men hozir. Just a second. Hozir so'z turkumlariga bitta mashq berib ko'raman. Demak, mana buni olamiz. Endi biz ham o'zimizga moslashtirib olamiz. Men buni offline o'quvchilarimga beraman. Endi boshlagan birinchi, ikkinchi darsimizda o'tiladigan mavzu bu. Endi biz ham mana shu 10 ta so'z berilgan. 10 ta so'z turkumiga ajratishimiz kerak. Endi birinchisi qaranglar, book, kitob nimaga kiradi? Kitob nimaga kiradi? Noun, otga kiradi. Nima deymiz? Run, yugurmoq nimaga kiradi? Nima qilmoq, harakatni bildiradi. Demak, fe'lga kiradi, verb. Endi inglizcha yozib ketyapman. Men chunki o'z ingliz tiliga o'rganishlaring kerak. Ot deganim noun, fe'l deganim verb, sifat deganim adjective, olmosh deganim pronoun. Demak, book otga kirar ekan, noun, run fe'lga kirar ekan, verb, teacher ustoz kim? Otga kiradi, noun. Beautiful chiroyli, qanday nimaga kiradi? Sifatga kiradi, adjective. Sifat tasvirlab keldi. Time vaqt nima deb savol beraman. Qachon deb savol bermaylar. Vaqt nima deb savol beraman. Demak, nima so'roviga ot javob bo'ladi. Noun. Play o'ynamoq. Nima qilmoq. Verb fe'l. House uy. Nima? Noun ot. Quickly tezda degan so'zimiz bor. Buni hali o'tmadik. Bu ravish degan so'z turkumimizga kiradi. Hozir sizlar qanday deb turib, anavi belgilab qo'yaveringlar. Mayda adjective belgilab qo'ysanglar xato bo'lmaydi. China Xitoy joyni bildirdi. Joy otga kiradi. Demak, noun. Xitoy qayer deyman. Think o'ylamoq, nima qilmoq. Fe'l demak, verbga kiradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, olmoshlar yo'q. Hozir olmoshlisini ham ko'rsataman sizlarga. O'shani ham ishlaylik. Okey. Olmosh nisbatan osonroq.
O'zi boshlandi. Mana shu gaplardan olmochlarni terib chiqamiz. I kiradimi? Men kiradi. Ichida men degan so'zimiz bor. Book kiradimi? Yo'q. Book nima? Otga kiradi. You sen kiradimi? Albatta. Men sen. House uy kiradimi? Yo'q. Chunki otga kiradi. Nima? They ular kiradi. Teacher kiradimi? Yo'q, otga kiradi. We biz kiradimi? Kiradi. School kirmaydi. He u kiradi. Chair kirmaydi. Xuddi shunaqa mashqlarni ko'rsanglar bo'ladi. Internetda bor. Mana o'z o'quvchilarimga beraman uni. Chunki nimanidir o'rgangandan keyin bir narsani ko'rishga harakat qilinglar yoki ChatGPTdan foydalansanglar ham, ChatGPT ham savol tuzib beradi. Misol uchun ChatGPTga aytasizlar, "Men hozir so'z turkumlarini o'rgandim, beginner darajada, o'shanga oid savollar tuzib ber" desanglar, savollar tuzib beradi. So guys, that's enough. Good luck.